Oliy ta'lim muassasasini tamomlagan har bir yoshning eng katta orzusi munosib ish topish yoki o'z biznesini yo'lga qo'yish. Endi bu maqsadga erishish uchun davlat tomonidan yana bir muhim mexanizm ishga tushirildi. Prezidentimizning 2026-yil 1-iyundagi qarori yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash va barqaror daromad manbalarini yaratishga qaratilgan muhim hujjat bo'ldi. Mazkur qaror qo'shko'pirlik yosh tadbirkorlar shakllanishida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, mazkur beton qorishmasi ishlab chiqarish korxonasi faoliyati ham bugungi kunda yanada kengaytirildi. Davlatimiz rahbari qarorlariga asosan yoshlarga ijro qilinayotgan kreditlar bevosita ularning iqtisodiyotiga, bandligiga ham zamin yaratmoqda. Umuman olganda, mana shu jarayondagi imtiyozlar sizning hayotingizda ham yaxshigina ijobiy o'zgarishlarga xizmat qiladi, to'g'rimi? Shu yil prezidentimizning qarori asosida yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturi asosida 5 milliard 600 million so'm kredit oldim. Shu biznesimizni kengaytirishga yo'naltirdim. 60 dan ortiq yoshlarni ish bilan ta'minladim. Yangi ish o'rinlari yaratdim. Asosiy temir beton mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatimiz eldan 150-200 kupada, hozir shu 500 kupadan saralash beton ishlab chiqaramiz. O'zi mana shunday qurilish mahsulotlariga talab qanchalik kuchli? Yangi O'zbekiston massiv qurilish jadal yetib turibdi. Eldinki yilga qaraganda yaxshi o'sgan, 3 barobar o'sgan, qurilish materiallari talab ko'p o'sgan. Prezidentimiz shunday imtiyozlarni berib turibdi-ki, faxrlanib, ilhomlangan holda eldimizga kattadan katta maqsadlarni qilib qo'yganmiz. Hozircha 60 dan ziyod oladigan bo'lsa, yangi yo'llarni 1000 dan ziyod etishni eldimizga maqsad qilib qo'yganman. Beton qorishmasi tayyorlash faoliyati bilan shug'ullanayotgan yosh tadbirkor bugun qurilish sohasidagi talabni sifatli mahsulot bilan ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Zamonaviy avtomatlashtirilgan uskunalar yordamida sement, kum, shag'al va suv belgilangan me'yorlar asosida aralashtirib, turli markalardagi tayyor beton qorishmalari ishlab chiqarilmoqda. Bunday korxonalarda mahsulot sifati maxsus laboratoriya nazoratidan o'tkazilishi, tayyor beton esa maxsus avtomikserlar orqali qurilish obyektlariga o'z vaqtida yetkazib berilishi ta'minlanadi. Bu esa o'z navbatida mahalla yoshlar bandligiga ham zamin yaratmoqda. İş başlanıldığına 5 yıl ola geldi. Ailemizin daromadini ta'minlab turibman, ish haqqimiz yaxshi. Meni vazifam shu tayyor beton ishlab chiqaramiz. Operatorman, loyiharaman. Kunda shu o'rtacha 10 mashin, 15 mashin beton chiqaraman. Zavodimiz avtomatlashtirilgan. Hamma shu kompyuter orqali boshqaramiz. O'zina yarasha mas'uliyati bor beton qarishni. Meni nazoratim ostida bo'ladi hammasi. Men bu ishimdan juda ham mamnunman. Shu bizdan ishlab chiqarib turgan mahsulotimiz viloyatimizdagi obyektlarga, qurilishlarga hammasini yetkazib beramiz. Betonimizni chiqarayotgan mahsulotimizdan biz juda ham mamnunmiz. Mustahkam inshootlar poydevori aynan shu yerda quyilmoqda. Yosh tadbirkor boshqarayotgan mazkur korxonada har kuni yuzlab kub metr tayyor beton qorishmasi ishlab chiqarilib, viloyatdagi qurilish obyektlariga yetkazib berilmoqda. Sifat, tezkorlik va zamonaviy texnologiyalar esa korxonaning asosiy ustuvor yo'nalishidir.